Trampning kuyovi Jared Kushner G'azo sektorini qayta tiklash rejasi loyihasini taqdim etdi. AQSh prezidenti Donald Trampning kuyovi Jared Kushner Davosdagi Jahon iqtisodiy forumi doirasida tashkil etilgan Tinchlik kengashi nizomini imzolash tadbirida G'azo sektori qayta qurilishini, u yerda aholi uchun ko'plab imkoniyatlar yaratilishini ma'lum qildi. Rejaga ko'ra, kelgusi 10 yil ichida G'azo sektorining yalpi ichki mahsuloti 10 milliard dollardan oshadi va 500 mingdan ortiq yangi ish o'rinlari yaratiladi. Shuningdek, 5 milliard dollardan ortiq mablag' zamonaviy va ishonchli kommunal infratuzilma hamda jamoat xizmatlarini tashkil etishga yo'naltiriladi. Davosda Zelenskiy va Tramp o'rtasida uchrashuv boshlandi. Ukraina prezidenti matbuot kotibi Sergey Nikoforov Falastin xalqini qo'llab-quvvatlash uchun Tinchlik kengashiga G'arbda muzlatilgan aktivlarimizdan 1 milliard dollar ajratishga tayyormiz. Vladimir Putin Rossiya prezidenti bu haqida Falastin muxtoriyati rahbari Mahmud Abbos bilan o'tkazilgan uchrashuvda ma'lum qildi. Putinning so'zlariga ko'ra, u payshanba kuni kechqurun AQSh delegatsiyasi bilan uchrashuvda bu masalani muhokama qilishni rejalashtirmoqda. BBCning xabar berishicha, AQSh prezidenti Donald Trampning maxsus vakili Steve Witkoff va kuyovi payshanba kuni kechqurun Moskvaga kelib, Ukrainadagi urushni tinch yo'l bilan hal qilish masalasini muhokama qiladi. AQShning Arktikada Rossiya tahdidiga qarshi jiddiy yondashayotganini ma'qullaymiz. Friedrich Merz So'nggi kunlarda AQSh ma'muriyati Grenlandiyada o'z rolini kuchaytirish zarurligini ta'kidlab, buni Arktika mintaqasiga bo'ladigan tahdidlarga qarshi turish bilan izohlamoqda. Bu tahdid katta davlatlar o'rtasida qayta boshlangan raqobatning yaqqol ifodasidir, dedi Germaniya kansleri. AQSh ma'muriyati vakillari payshanba yoki juma kuni Putinning uchrashuvini o'tkazadi. Donald Trump Eski dunyo tartibi qulamoqda. Germaniya kansleri Friedrich Merz Davodagi Jahon iqtisodiy forumida so'zlagan nutqida katta davlatlar siyosati davri kelganini aytib, yangi voqelikni qabul qilmaslikka chaqirdi. Uning so'zlariga ko'ra, yangi dunyo qudrat asosiga qurilmoqda va u qulay joy bo'lmaydi. Merz Yevropa ittifoqi davlatlariga Rossiya va Xitoyning roli o'zgargan hamda AQShning yetakchilik pozitsiyasi qiyinchiliklarga duch kelayotgan bir paytda birdamlikni saqlashni tavsiya qildi. Daniya va Grenlandiya xalqi bizning birdamligimizga umid qilishi mumkin, deya qo'shimcha qildi kansler. Tramp Ukrainadagi vaziyat tez orada tartibga solinishiga umid qilayotganini aytdi. Biz 8 ta mojaroni hal qildik va ishonamanki, tez orada yana biri bartaraf etiladi, deya ta'kidladi Qo'shma Shtatlar prezidenti Tinchlik kengashi nizomini imzolash marosimida. Trampning so'zlariga ko'ra, ilgari o'zi oson deb hisoblagan Ukrainadagi mojaroni hal qilish amalda eng qiyini bo'lib chiqqan. Trampning Grenlandiya bo'yicha kelishuvida AQShga ma'lum bir hududlarni topshirish nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. The New York Times gazeta ma'lumotlariga ko'ra, muhokama qilinayotgan kelishuv doirasida Daniya harbiy bazalarini joylashtirish uchun Qo'shma Shtatlarga oroldagi alohida hududlar ustidan suverenitet berishi mumkin. Ushbu g'oya Buyuk Britaniyaning Kiprdagi bazalari bilan taqqoslanmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump NATO bosh kotibi Mark Rutte bilan kelishuvga erishganini aytgan, ammo Qo'shma Shtatlarning butun Grenlandiyaga egalik qilishi ko'zda tutilmagan. Kelishuvning boshqa jihatlari batafsil ochiqlanmagan. Tramp Tinchlik kengashiga Putinni nima uchun taklif qilganiga izoh berdi. AQSh prezidentining fikricha, kengashga barcha muhim shaxslar jalb qilinishi lozim. Bizga hamma kerak. Ha, taklif etilganlar orasida ziddiyatli shaxslar ham bor, lekin ular natijaga erisha oladigan odamlar. Ular katta ta'sirga ega. Agar kengashda faqat tajribasizlar bo'lsa, buni foydasi juda kam bo'ladi. Tinchlik kengashi BMT qilish kerak bo'lgan ko'p ishlarni amalga oshiradi. Albatta, biz BMT bilan ham hamkorlik qilamiz, lekin Tinchlik kengashi alohida ahamiyatga ega bo'ladi, deya ta'kidladi Donald Trump. Ukrainada tinchlik kuzga qadar o'rnatilishi mumkin. Kellogg Qo'shma Shtatlarning Ukraina bo'yicha sobiq maxsus vakili Kit Kellogg Davosda so'zlagan nutqida urush shu yilning yozigacha, ya'ni 24-avgustga qadar yakunlanishi mumkinligini aytdi. Uning ta'kidlashicha, Ukraina qishda bardosh bera olsa, bu narsaning amalga oshishi ehtimoli bo'ladi.
Kellikning so'zlariga ko'ra, yaqin oylar hal qiluvchi ahamiyatga ega. U Rossiya o'z strategik maqsadlariga erisha olmay, muhim shaharlarni egallay olmaganini va katta yo'qotishlarga uchraganini qayd etdi. Shu bilan birga Kellik Putin uchrashuvdan chiqish yo'lini qidirayotganini, biroq mag'lubiyatni ochiq tan olishga tayyor emasligini ta'kidladi. Uning fikricha, tinchlik muzokaralari allaqachon yakuniy bosqichga yaqinlashgan bo'lishi mumkin.